Слышь, тут Новый год скоро. Ага. Давай не грусти. Toshkent viloyati Bekobod shahriga yangi modellarimiz, Ramashka modelllarimizni olib kelib o'rnatib berdik. Ishimizni bitta ko'rib ko'rasizlar. Sifat darajasi o'ta ham yuqori qilib, polni furnituralarini, vakuum kronkalarini to'g'ri rossiyskiy laminatdan qilib ishlaganmiz. Polni BX ishlangan. Ko'rishlaringiz mumkin. Davchi mexanizmlarda hammasi mana bu yerda to'rtta tortmasi bor, bu yerda sensorli o'chib yonadi. Xo'p, undan tashqari bu yerda shkaflarimiz razmeri 240 ga 225 qilib ishlaganmiz, katta qilib ishlaganmiz. Ishlarini ko'rishlaringiz mumkin. Bu tomon jenskiy, tepaga bosh kiyimlar, bu yoqqa ro'mollar, bu yoqqa uzun kiyimlar. O'rtalari o'lkali bo'ladi, seyflari ham bor va bu tomoni muzikoy bo'ladi. Xo'p, narxiga keladigan bo'lsak, narxi 9.200.000 so'm. Opajon, mana zakaz qildingiz. Qor munosabati bilan 2 kunga kech qoldik, lekin aniq keldimi? Ha, keldi. Zaklab tashlaverdingiz. Pulga aldab ketmadingmi? Yo'q. Mebelimizning sifati qanaqa ekan, opa? Sifati a'lo. Aytgandek, zakaz bergandek, yilda ko'rganimdan yaxshi. Ko'nglingizdagidek ish chiqdimi? Ko'nglimdagidek. Agar mabodo mana shu videoni bekobodliklar ko'rayotgan bo'lsa, tavsiya qilgan bo'larmidingiz? Hammaga tavsiya qilaman. Narxi arzon, boshqa gruppalardan, Instagramlarda ko'rib anchagina tekshirib yurdim. Hammasidan arzon gruppa ekan. Kimgadir zarur bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Narxi 9.200.000 so'm. Bu Vodinozda ham 10,5 million sotiladigan mebel. Sog' bo'linglar.